Sinor. To'yingga yetib keldimmi? Onasi. Voy otasi, rahmat. Zagsga nechta mashina aytdik? 3 ta. Madam o'g'lim to'yiga nechta aytdik? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulimiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamindan o'taman deb ishladim. Onash! Voy onash! Ha, otasi? To'yiga nechta odam aytdik? 300 ta. Madamin nechta aytgandi? Turistdan aka, 450tami? Sen 600 ta odam chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsa, madaminnikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, Rossiya shikoyat olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikoyat olib kelganimni. Ana qara, sen sunnat bo'lganmisan? Ha. Bo'lmaganingda qo'shib yuborardim to'yga. Otasi menga qarang. 2 tagina qo'y so'yamizmi? Madamin nechta so'ydi? 2 ta qo'y, bitta inak so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Ha. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi, mana yerda kitob odam turadi. Mana yerda qovun tarvuz, mana yerda suv ichimliklar, mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan, xullas dasturxonimiz to'la. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamin nima qo'ygani bu yoqqa? Rossiyskiy shikolat qo'ygan.